sizlar bilan yana boshqa muhim grammatik struktura bilan tanishamiz. Bu grammatik struktura writing va seferda, writing qismida, IELTS va sefer writing qismida juda muhim rol o'ynaydi va sizga professional qobiliyat, xullas professional yozuvchilarni qobiliyatini beradi desam mubolag'a bo'lmaydi. Ya'ni agar siz bu strukturadan foydalanib yoza olsangiz, writingga professional yondashgan bo'lasiz. Va writingingizda faqat bir xil essayni faqat bir xil grammatik struktura emas, xilma-xillikni, ya'ni range of grammaticni sizga ko'rsatib beradi. Xo'p, bugungi mavzumiz bu inversion for emphasis deyiladi. Ya'ni gapimizga urg'u berib aytmoqchi bo'lsak, biz demak inversiyadan foydalanar ekanmiz. Qaytaraman, gapga urg'u berib yozmoqchi bo'lsak va professional ravishda yozmoqchi bo'lsak, biz gapimizda inversiyadan foydalanamiz. Inversiya bilan birgalikda negative adverbial singari so'zlardan foydalanib biz gap tuzsak bo'lar ekan. Asosan negativ gaplarda ishlatiladi. Ya'ni gapimizda negativ ma'noda nimadir bo'lmaganligiga urg'u berib aytmoqchi bo'lsak, quyidagi strukturadan foydalansangiz bo'ladi. Xo'p, birinchi negative adverbial lar bilan sizni tanishtirib o'tmoqchiman. Ularning ro'yxati, ularga kirar ekan biz never, rarely, seldom, here. Seldom, hardly, little, not only but also kabi so'zlarimiz bular negative adverbial deyiladi. Ya'ni o'zida negativ ma'nosi bor bo'lgan so'zlar. Bunday so'zlar qatnashgandan keyin gapimizga hech qanaqa not qo'shimchasini, not yuklamasini qo'shmaymiz, chunki bu so'zlarning o'zida negativ ma'nosi bor. Va shuni aytib o'tishim kerakki, bulardan keyin bular ishlatayotganimizda inversiyadan foydalansak, gapimizni yana ham yuqori skill, ya'ni bizni darajamizni yuqori darajaga ko'tarib beradigan so'zlar hisoblanar ekan, agar to'g'ri foydalana olsak. Xo'p, endi asosiy formulaga o'tamiz. Bu o'sha inversion of for emphasis formulasi hisoblanadi. Demak, birinchi biz ishlatishimiz kerak bo'lgan so'z bu negative adverbial, ya'ni tepada aytganlarim never, rarely, seldom, hardly, little, not only but also larni birini ishlatasiz ekan. Buni yashil qilib belgilasak, negative adverbial